Assalomu alaykum YouTube muxlislari. Biz boshladik. Prezident deydiki, ta'lim bilan tibbiyotni yo'lga qo'ysak, bilingki biz yuksalamiz. Ta'lim bilan tibbiyotni yo'lga qo'ysak, bilingki biz yuksalamiz. Niyat bilan istak o'rtasida shu qadar katta farq borki, buni tasavvur qilish qiyin. Demak, niyat boshqa, niyat bilan istak boshqa va o'rtadagi farq boshqa ekan. Yana o'sha Shofirkondagi birinchi maktab direktori Shahzoda Ostonova haqida. Tushunaman, muxlislar ushbu mavzuni tez poyoniga yetishni istaydi. Chunki uning faoliyati nafaqat o'qituvchilarni, ota-onalarni, balki tuman rahbarlarini ham bezdirgan. Maktab jamoasida Ostonovadan qo'rqmaydigan o'qituvchilar bormi? Bor bo'lsa, ular kimlar? Bu haqida aniq ma'lumotga ega emasman. Chunki hech kim u bilan aytishib, boshini g'alvaga qo'yishni istamaydi. Atrofidagilarni shu qadar bezdirganki, buni tasavvur qilish uchun u bilan birga ishlash kerak, bir jamoada bo'lish kerak. So'nggi damlarda muxlislar, ba'zi o'qituvchilar o'zgardi. Siz mavzuga shoshilmay, og'irlik bilan sekin-asta, bosiqlik bilan sekin-asta yaqinlashayapsizmi? Demak, Ostonova har qancha tipirchilamasin, endi to'rdan chiqolmaydi. Har bir kechmishni boshlanishi hamda oxiri bor. Haddini bilmagan, haddidan oshgan bu ayolning qilmishlari poyoniga yetgan ko'rinadi. Bir hafta oldin birinchi maktabning 7-sinf o'quvchilari tushga yaqin soat 12lar atrofida sigaret monand, ya'ni sigaretga o'xshaydigan nimadir chekib, maktab ariqchalari yonida yiqilib tushayotganini ko'rgan o'qituvchilar qo'rqib ketishdi. Chindan da bu voqea g'aroyibda. Nimadir 7-sinf o'quvchilari chakib, ariqchalarni bo'yida yiqilib qolsa. Ba'zilari uylariga ketib, o'quvchilardan ba'zilari uylariga ketib, boshlari og'riyotganidan shikoyat qilishdi. Bu shunchaki oddiy voqea emas. O'qituvchilarni, ota-onalarni tashvishga solgan kutilmagan holatga direktor xonim parvo ham qilmadi. Bu haqida og'iz ochishga jur'at qilgan bitta yarimta o'qituvchiga yum og'zingni. Bu haqida sen gapirmading, men eshitmadim deb o'zicha nuqta qo'ygan bo'ldi. Lekin baribir ushbu voqea maktabdan tashqariga chiqdi, yoyildi. Ammo bugungacha jimjitlik. Hayronman. Shofirkondagi birinchi sonli o'rta maktab Shahzoda Ostonovaga sinovlar o'tkazish, ya'ni eksperiment uchun berilganmikan? U haqida har kuni ko'pchilik bilmagan yangi, aslida eski sirlar oshkor etilmoqda. Yuqorida aytganimdek, o'qituvchilar uyg'onib qoldi. Ular jonlanmoqda. Nomimni yozsangiz ham mayli, yozing.
siz maktabimiz sofligi, farzandlarimiz tarbiyasi, sog'ligi uchun yakka o'zingiz, bir o'zingiz kurashayapsiz. Holbuki maktabda sizga tegishli, sizga yaqin birorta o'quvchi ham, o'qituvchi ham yo'qligini yaxshi bilamiz. Vijdonim qiynalayapti. Ostonova 28-maktabda ishlab, pora bilan qo'lga tushib qamalganini ko'pchilik yaxshi biladi. Bundan tashqari u 25-maktabga ishga joylashtiraman deb ko'plardan pora ham olgan. Qamalganini esa ko'pchilik biladi. Ana xolos, direktor xonimning yangidan yangi qirralari, qo'shtirnoq ichidagi yangidan yangi qirralari ochila boshladi. Bu qanday gap? Bemalol pora olsa, qamalsa, u qaysi qonunlar majmuasini, qaysi statiyasi, qaysi moddasi bilan qamalganligi haqidagi huquqiy ma'lumotlarni, huquqiy sharhlarni navbatdagi videodan eshitasiz. Hurmatli muxlislarim, menga ishonch bildirib, Rajabboy aka, boshqa mavzular bilan ham shug'ullanishingizni istaymiz. Shofirkon dehqon bozoriga ko'zingiz tushganmi? Bozorga borganmisiz? Tartibsiz, yozda chang, qishda loy bu joyni bozor deyishga ham til bormaydi. Sizni bozorda kutamiz. Muxlislari, tomoshabinlari bo'lmagan san'atkor, muxlislari, tomoshabinlari bo'lmagan san'atkor, xaridori bo'lmagan do'kon, o'quvchisi bo'lmagan yozuvchiga naqadar og'ir. Shukrki, qo'limga qalam olib jurnalist, yozuvchi sifatida elga tanila boshlaganimdan beri dasta xatlar olaman, takliflar olaman, qo'ng'iroqlar bo'ladi. Muxlislarimning ushbu taklifini, ya'ni bozor haqidagi takliflarini qabul qildim. Navbatdagi yaqin chiqishlarimning birini bugun bozorga o'xshaydi deb nomlab rejaga kiritib qo'ydim. Shobrikon dehqon bozori va buyum bozori haqida batafsil to'xtalmoqchiman. Bugun bozorga o'xshaydi, yetimlar zor qaqshaydi. Eshitganmisiz shuni? O'tmishda bozor haqida aytilgan ushbu ta'rifda alamli haqiqat bor. O'tmishda aytilgan bu gap yetimlar haqida emas, bozordagi adolat, bozordagi tenglik haqida. Bozorda adolat nima qilsin, tenglik nima qilsin deb darrov e'tiroz bildirishga shoshilmang. Bozorni o'ziniki qilmoqchi bo'lganlar bor. Bozorga rahbar bo'lib darrov beva bechoralarni, xalqni unutganlar bor. Takliflaringiz qay darajada bajariladi, buni kutasiz. Darvoqe Shahzoda Ostonova mavzusi ertadan boshlab avj pardaga ko'tariladi. Ostonovani qilmishlarini unutib bo'larmidi? Azizlar, haddidan oshganni hech kim yoqtirmaydi. Haddidan oshmaslikka harakat qilsa esa, unda uni insofli desa bo'ladi. Darvoqe Shahzoda Ostonova mavzusi nazarimda uzoq davom etadi, lekin men buni uzoqqa cho'zilishini o'zim ham istamayman. Azizlar,
sizlar bilan buguncha xayrlashaman. Bu mavzuni, bozor mavzusini, Shahzoda Ostonova mavzusi hech kimni befarq qoldirmayotganligi, jonlantirayotgani, odamlarni uyg'otayotgani meni juda xursand qiladi. Xayr, ko'rishguncha.